Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Hop do'stlar, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolar edim. Bu galgi videorolikimizda sizlar bilan Drop.BNB saytini ko'rib chiqamiz. Sayt manzilimiz kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson do'stlar. Har kirganlaringda bittadan spin bonus sifatida berilar ekan. Hop, bu yerda do'stlar biz kunlik har soatlik 100 BNB ishlashimiz mumkin ekan do'stlar. 100 BNB ishladik. Hop, ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Play now tugmasini bosasiz do'stlar. Bu yerga email kiritasiz, parol terasiz va galochkadan o'tib, ya'ni robotdan o'tib, sign up tugmasini bossangiz ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Xohlasangiz do'stlar, Google akkaunt orqali ham ro'yxatdan o'tish mumkin. Ikkalasida ham farqi yo'q. Qaysidan o'tsangiz ham bo'laveradi. Hop, biz o'zimizda akkauntga kirib olamiz. Hop do'stlar, Ethereum bo'limiga o'tishimiz uchun biz 0.06 BNB ishlatishimiz kerak ekan do'stlar. Hop, bu yerda turli bo'limlari bor. Bir nechta bo'limlar bor do'stlar. Birinchi bo'limimiz besplatniy BNB. Ikkinchi bo'limni ko'rib chiqamiz. Bu yerda o'yin ekan do'stlar. Hop, bu o'yin. Xohlasangiz mana bu o'yinlarni o'ynab uringizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz ikkida turibmiz. Hop, nagradniga ko'rib chiqamiz. Bu yerda ochko haftasiga qancha ochko yig'sangiz, siz ham konkursda ishtirok etasiz do'stlar. Besplatniy bonus. Hop, 33 rol. Hop do'stlar, bu Zarabotniy BNBga ko'rib turamiz. Hop, ko'pchilik bilsa kerak, Bitcoin mana shunga o'xshagan Bitcoin sayt bor edi. Ancha yildan beri ishlab kelmoqda do'stlar. Hop do'stlar, bu yerda do'stlar, bu konkursda biz referral orqali konkursda ishtirok etishimiz mumkin ekan do'stlar. Kim qancha ko'p referral chaqirsa, shuncha ko'p BNB olar ekan do'stlar. Begzod Rek turibdi ekan 3-o'rinda 0.45 BNB olgan do'stlar. Hop, mana shunaqa do'stlar, konkursda ham ishtirok etishingiz mumkin. Keyingi bo'limimiz referendum bo'limi ekan. Besplatniy faucet 50%. O'yin 0.40. Stavkaga 0.40 do'stlar. Hop, bu yerdan o'zingiz silkangizni olishingiz mumkin ekan. Nechta referalingiz bor, qancha BNB ishladingiz, bu yerda ko'rib turadi do'stlar. Va do'stlar, saqlanib dohot buni 100% qilib qo'yishingiz ham mumkin, 50% ham qilib qo'yishingiz mumkin, o'zingizga bog'liq do'stlar. Hop, zadaniya bo'limi bor ekan. Bu yerda do'stlar, mana shu Twitterda obuna bo'lganimiz uchun bir spin berar ekan do'stlar. Spinni topolmadim, qayerdan aylantirishdi. Va profil bo'limidan o'zingizda profilingizni to'g'rilab olsangiz bo'ladi.
Hop do'stlar, istoriya bo'limida depozit, vivod pul chiqarganlarimizni ko'rishimiz mumkin ekan. Podдержка bo'limi bor ekan, vyplatit bo'limi bor ekan do'stlar. Hop, bu yerda pul chiqarganlar eng kami 100 BNB ekan do'stlar. Hop, biz depozit ham qilishimiz mumkin. Xohlasak, pulimiz yig'ilib qolsa, mana shu yerdan chiqarishimiz mumkin ekan do'stlar. Enter the new vivod. Hop do'stlar, bu yerda BNB adresini kiritishimiz kerak va enter withdrawal amount summa qancha summa kiritishimizni so'rayapti do'stlar. Hop, 2 100 qo'ysak, komissiya 100 ekan do'stlar. 100 BNB bizdan komissiya oladi. Hop, shuning uchun 100 emas, 110 shundan 100 dan balandroq summa chiqarishni maslahat beraman do'stlar. Chunki komissiya olganda bizga kam keladi, shunda ortiqcha summangizdan o'zi olib qolaveradi do'stlar. Endi bir o'yin o'ynab ko'ramiz. Mana shu limboni ko'rib chiqamiz do'stlar. Hop, bu yerda 2x ga ko'taramiz. 20 ta bo'ldi. Best tugmasini bosamiz. Yana 2 turga o'tishimiz kerak ekan. Hozircha 2 marta yutish. Bir 100 turda ham bir 20 BNB. Hop do'stlar, e'tibor bilan o'ynashni maslahat beraman. Chunki xohlagan mahal yutkazib qo'yishimiz mumkin. Stavkani iloji boricha kamroq qo'yish kerak. U hisobingizga qarab. Yutkazish juda ko'p bo'lyapti. Kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman do'stlar. Hop, minus bo'limini ko'rib chiqamiz. Har doimgidek 10 tadan hali 17 endi 2,5 koeffitsient. Hop, yutkazdik. Bitta bu yerni bosamiz, bu yerni. Уже 2 marta yutkazdik. Cash out tugmasini bossak hisobimizga qo'shiladi do'stlar. Hop, bu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan sonni qo'yib olishingiz mumkin. Xohlasangiz 4 ta, 24 tagacha qo'yishimiz mumkin ekan. Mana shu 5 tada o'ynab ko'ramiz. Judayam opasniy 5 tada. Hop, asosiy bo'limga o'tib olamiz do'stlar. 2050 ta ishlatibmiz BNBni.
Ho'p, do'stlar, hozircha shu kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolaman, do'stlar. Hop, yana bitta narsasi, bonusli bo'limi bor ekan, 14 ta bo'pti. 3x, 5x, 10x ga qo'ysak nima bo'ladi? 1170 ta. Qancha ko'p aylantirsak, bizdan shuncha ko'p olar ekan. 14 tadan ko'rdingiz, hech qancha qolmadi. Shuning uchun 1x ga qo'ysangiz 117 tadan yutishingiz mumkin ekan, do'stlar. Hop, videorolikni shu yerda to'xtatamiz. Barchalaringga rahmat. Said Nazir kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin, do'stlar. Keyingi videolikda ko'rishguncha.